Bilaman ko'pgina xatolar qildim. Ba'zida ko'nglingiz ranjitib qo'ydim. Ko'p yillar o'tib qadringiz bildim. Yuragim parchasi jonim akajonim. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronali kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda. Va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doniyor bek akamiz bilan bog'landimmi? Aha. Xayrli kunlar bo'lsin akajon, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Akajon, sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan 36 yoshingiz ummatlik baxti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni Dallas Xorim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Aha. Akajon, bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlar yuborganlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Endi singillarim bo'lsa kerak. Mashalloh, albatta. Sizni jonlaridan-da ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon singillaringiz Fotimaxon opa, Zuhraxon opamiz nomidan kelibdi. Va ular bilan birgalikda mehribon otajoningiz Qobiljon aka, onajoningiz Mahbubaxon onamiz ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat Allohga shukrlar. Rahmat sizga ham. Akajon, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam, maylimi? Mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Bizga suyanchiq va oilamizda o'zgacha bir o'rin egasi bo'lgan, mehri daryo bo'lgan, bizlarni o'z kafti bilan ishlab turgan g'amxo'ram, beg'ubor akajonim. Bugun sizni Allohimga suyukli banda, Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim bizni mehrli, muhabbatli suyanchig'imiz, faxrli tog'imiz bo'lib yurishdan hech qachon charchamangiz. Qadri osmondan-da baland bo'lgan akajonim. Siz dunyoda kelishgan, doim bizni g'amimizni yeydigan, mehr muhabbatli, o'zgacha samimiy insonsiz. Sizni Allohimiz uchun jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Bugungi kunda juda ko'p angladik akajon. Sizdek g'amxo'r akamiz borligi bizning eng katta baxtli omadimizdir. Sizdek akani bizga tuhfa etganlari uchun yaratgan Allohimga hamdlar aytaman. Oilamiz bilan mehr muhabbatimiz mustahkam bo'lsin. Mening jonkir qadrli bo'lgan akajonim. Ilohim umringiz uzoq, tanijoningiz sog', rizqingiz uloq, martabangiz bundan-da baland bo'lsin. Halol topayotgan daromadlaringizga Allohim o'zi barokatlarni yog'dirsin. Yaxshiliklarga, ezguliklarga sarflashlik, barchamiz birgalikda haj umra safarlarga borib, Ka'batullohlarni ziyorat qilishlik nasib aylasin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lavering. Bilaman ko'pgina xatolar qildim. Ba'zida ko'nglingiz ranjitib qo'ydim. Ko'p yillar o'tib qadringiz bildim. Yuragim parchasi jonim akajonim. Otamdek mehribon otam bo'ldingiz. Xato qilsam gar tanbih berdingiz. Yagonam mehribon singlim dedingiz. Yuragim parchasi jonim akajonim. Akajon, siz mening suyangan tog'im, mehribon insonim, ishongan bog'im, dardkashim, yupanjim hamda qalqonam. Yuragim parchasi jonim akajonim deya joyi bo'lgan o'zlarini, dalastxonlarning va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Akajon, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon singillaringiz, ota-onangizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Rahmat Allohga shukr. Meni sizlar tabriklagan. Barchasiga
oila a'zolari bilan tinch, to'g'ri baxtli saodatli bo'lsin. Nima niyatlari bo'lsa niyatlariga. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Hamisha har doim barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni, ro'za Ramazon oylarini a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Hadi sizlarga ham rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'zlaringizda to'lib turar mehringiz, o'zingizga o'xshasin o'g'il qizingiz. G'am tashvishlarim aritguvchi qalqonim, yaxshiyam siz bor baxtimga akajon. Aka desam jo'shib ketar yuragim, uzoq umr ko'ring shudir tilagim. Allohimdan duo qilib so'radim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Bolaligimiz o'tdi bitta xonada, sho'xliklarim haddan oshdi gohida. Malol olmay ko'targan erkaligimni, yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim. Akajonim, akajonim, qaddi baland qalqonim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Betob bo'lsam otamdayin parvona, jon berguday turar boshimda mardona. Baxtim butun qaddi baland qo'rg'onim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Siz bor yuragimda armon yo'q, yo'q. Ota onam duoda ko'ngil to'q, to'q. Uchar bo'lsam osmonlarga qanotim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim. Akajonim, akajonim, qaddi baland qalqonim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon.